Yo Alloh, mening iltijolarimni qabul et. Agarda sen bor bo'lsang, agarda sen haq bo'lsang, nuri diydamni ko'zlarini qaytib ber Allohim. Bu ish faqat seni qo'lingdan keladi. O'zing qudratli zotsan. Savollaringizga javob topishni istaysizmi? Marhamat. Imom Buxoriy, muhaddislar sultoni. Imom Buxoriy 9 yoshida Qur'oni Karimni yod oladi va uning ustozi Muhammad ibn Salomboy Jami bo'lgan. Yozuvchi bejizga uni muhaddislar sultoni deb e'tirof etmagan. Ahmad Muhammad Tursun qalamiga mansub ushbu Imom Buxoriy, muhaddislar sultoni kitobi bir ulamoning dunyoga kelishi, hayot yo'li, ilmiy faoliyati va insoniy fazilatlari haqida hikoya qiladi. Bu asar ilm va iymonning birlashgan qudratini ko'rsatuvchi nodir kitobdir. Unda buyuk alloma Imom Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriyning hayoti, ilmiy merosi, ixlosi va hadis ilmidagi tengsiz xizmatlari ijodiy tasvirlarda ochib beriladi. Muallif Ahmad Muhammad Tursun o'z asarida Imom Buxoriy siymosini faqat tarixiy shaxs sifatida emas, balki ilm fidoyisi, halollik va tafakkur timsoli sifatida gavdalantiradi. O'quvchi har bir sahifada imomning shijoati, safarlari, ilm izlab qilgan sadoqati va hadislarni to'plashdagi nozik mezonlari bilan tanishib, sahih so'zining asl ma'nosini, poklik, adolat va ishonchni his etadi. Bundan tashqari, asarning kirish qismida Abu Hanifa shunday deganlar: ulamolar hayoti haqidagi qissalarni tinglash men uchun ayrim dolzarb masalalar haqida o'ylashdan ko'ra suyukliroqdir. Chunki unda olimlar odobi va go'zal xulqlari hikoya qilinadi. Qissalarda ulug'likka undovchi sabr-matonatga, mardlik va fidokorlikka chorlovchi undovlar bor. Ibratga kon bitmas tuganmas xazinadir. Ushbu asarni o'qish davomida Imom Buxoriyning onasi qanchalik zaki ekanligiga guvoh bo'lasiz. Uning onasi Allohga farzandi sog'ayishi uchun duolar qilishi odamni o'qish davomida ta'sirlantirib qo'yadi. Bu kitob faqat o'tmishni hikoya qilmaydi, balki bugungi avlodni ham haqiqatni izlash, ilmga muhabbat va e'tiqodda sobitlik sari undaydi. Imom Buxoriy, muhaddislar sultoni, har bir musulmon qalbida faxr va ilhom uyg'otuvchi, e'tiqod, tarix va tafakkur uyg'unligini mujassam etgan bebaho durdona asardir. Qadrli kitobxon, men bejizga sizlarga bu kitobni tavsiya qilmayapman. Chunki har bir kitobxon xayollari chalg'ishini xohlasa, detektiv asarlarni o'qiydi va hayot olamini go'zal qilish uchun fantastika, melodrama janrlarini o'qiydi. Lekin hammamiz ham xotirjam bo'lishni istaymiz. Ayni mana shu damda siz Imom Buxoriy, muhaddislar sultoni kitobini o'qing va ko'nglingizni xotirjam qiling. Chunki ayni mana shu kitobda yuragingiz sokinlashadi va o'zingizga kerakli javoblarni qabul qilasiz. Ushbu kitobni kitob javoningizga saqlab qo'ying va har gal sevib o'qishingizga arziydigan kitob deb ayta olaman. Sizlarga tavsiya qilaman.